Savol. Assalomu alaykum ustoz. Yevropada qochoq ishlash, boj o'g'irlash to'g'risidagi fatvolarni o'qidim. Bizda saman aralashmoqchi lay bo'lmas, haram aralashmoqchi bay bo'lmas degan gap bor ekan. Yevropaga kelganlarning iqtisoddan boshqa nima arzusi bor deylar? Turkiyadami yashayapsizlarg'u ana. Ammo bu qochoq ishlash, boj o'g'irlash Turkiyadami, Saudiyadami, O'rta Osiyodami borligi aniq. U yerdagilarga harammi ya? Javob. Va alaykum assalom. Haram degan saxtalik, aldamchilik va yolg'onchilik nada bo'lsa baribir haram. Yiqqan bojni vatan xalqiga to'liq sarf qilsa, albatta o'xshash. To'liq sarf qilmay, podshohlar yeb olsa farqliq. Yana ma'lum davlatlardagi hamma tijoratchilarning boj o'g'irlashi va bu sababli boj o'g'irlamasa raqobat tufayli tijorat qilolmaydigan ahvolning umumlashishi ayrim masala. Turkiyadami yetkida kirma bar turib yordam olsa, Yevropada qochoq ishlab turib ijtimoiy kafolat puli olganga o'xshash to'g'ri bo'lmaydi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh.